Mana aka og'iri bilan. Bunga og'iri, bunga og'iri. Oilamizni bankrot qilasiz-ku. Assalomu alaykum aka, kartochka bormi? Ha? Yo, kartochka yo'q lekin. Mana bu tennis koptok. Men bilan tarvuz. Men bu uzum. Kartochka yo'q lekin. Ha? Mayda pullarni ajratyapsiz, tinchlikmi? Ha, aravaga, parkovkaga. Ha, nos bilan sigaretga ajratayotganingizni bilmaydi deb o'ylayapsiz. Qani tezda bering. 10 minglik piyoz berib yuboring. Aha, bo'ldi. 13 minglik bo'pti, shuni 15 qilib yuboring-a. Ha, mayli. Qarang, 17 minglik bo'pti-da, tek 20 mingni qilib bera qolaylik. Maylimi? Xo'p. Qarang, bir qop bo'lib ketdi-da. Aravadamidingiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Voy, как раз kelib qolding. Machirganlarni olib qo'ygandim. Menga qarab qo'ying, ko'rmasin. Bundan ham avval bor, tez bor. Amakim o'g'limi kakras mamtaga eskirganlarni berib yuborsam bo'lar ekan-a? Voy, dadasi, bu yoqda eskirgan chiriganlar yo'q, hammasi sotiladigan pulga. Aytgancha onasi uyga produkta kerakmidi? Ha. Shu yerdan ola qolamiz, tayyor. Yo'q, bu yerdan olib nima qilasiz? Chiqishda olamiz. O'zimizda qimmat-ku, qiziqmisiz? Hey, hozir kelaman. Ha, endi qayerga ketyapsiz shu o'rtasida? Ko'nitka. Voy, ozgina sabr qiling, dadasi. Jinnimisan, qanaqa sabr qiladi? Ha, bo'pti. Mana buni oling unda. G'alati emasmi? O'sha yerdagi musulga tashlab o'tib ketasiz, qizimsiz. Tavba qildim, gapingizni qarang.